3. Gujondaman. Men Tojikistondaman do'stlar, qadrdonlar. Ajoyib joydaman. Hozir men mana shularni ko'rsatmoqchiman. O'z qo'llarim bilan, chunki odam o'zi yoqtirgan narsani boshqaga ham ilinish kerak deydi-ku. Mana shunday bir chiroyli jihozlangan, qoyil qolmay iloji yo'q. Jihozlanayotgan ekan yana yo'llarda hali qaysi bir cholg'u instrumentlari, cholg'u asboblari kelyapti ekan. Qoyil, odamda-chi bir ixlos bo'lsa, odamda bir jiddiy bir ishga kirsa-chi, hamma narsa qilsa bo'lar ekan. Havas qilib o'tiribman. O'zbekistondan kelib. Albatta, O'zbekistonda ham juda ham studiyalarimiz ko'p, juda ko'plarida mehmon bo'lganman. Lekin men Tojikistondaman. Mana shu inson to'yida Tojikistonga tashrif buyurganman. Assalomu alaykum ustoz, assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Nima deydi? Endi hali qarang, birinchi qadam qo'ygan ustozlarimizdan siz mana bu yerga biz albatta niyat qilardik, ustozlarimiz kelsa, mana shunaqa joylarni qilsak, ularning qadamlari kelib qadam bosib biz duo qilishsa, ishlarimiz yana ham go'zal bo'ladi degan niyatlarni qilib yurardik. O'ziga yetib shekilli mana birinchilardan bo'lib sizni mana shu dargohda ko'rib turibmiz. Va xohlasa hali birga ko'p ijodlar. Mana shu studiyangizda, mana shu ovoz yozish maskaningizda faqat yaxshi insonlar, faqat yaxshi qo'shiqlar yaratsin. O'sha qo'shiqlar quloch yozib butun dunyoga mashhur bo'lsin. O'shanda bu studiyaga borganman. Taklif bilan shu studiyani ochilish marosimiga borganman deb yurishlik menga ham nasib qilsin. Rahmat ustoz. Qadrdonlar, sog' bo'linglar. Sizlar uchun Nodirbek Toshmat ustoz shogirdlar. Salomat bo'shit. Umri daroz binet. Rahmat ustoz. Xush omad. Rahmat. Rahmat.